7 tilni biladi va 8 ta bolasi bor. 35 yoshda 8 ta bolasi bor. Yana 7 ta tilni biladi. Shunaqa katta biznesni yurg'izyapti, gilam biznesini. Sexi bor, производство qilishadi. Ana shu er xotin ikkalovligisi birgalikda turib, taqar gilam chiqarishyapti, boshqa qilishyapti, chet ellarga boradi, выставкаларда qatnashadi. Juda молодцы. İtalyanskida. İtalyan gruppa kiradi, İtalyan gruppaga prezentatsiya qiladilar. Keyin İtalyan gruppa ketsa, keyin fransuzlar kiradi, keyin fransuzchada prezentatsiya qiladi. Shunaqa yettita til. Российский, итальянский, испанский, русский, английский, 5, узбекский, фарси. Все. Японский тоже так делают? Нет. Знаете почему? Потому что если кто будет покупать, она изучит этот язык. Если японцы не покупают, ей этот язык не нужен. 8 ta bola bilasanmi, qayerda? Ikkinchi etajda. Nyanyalar bor, hammasini 4 ta 5 ta nyanyasi bor. Bog'chadan keladi kechqurun gurr bo'lib nyanyachalar bilan shish bo'lib keladi do'kon. Keyin hammasini salomlashadi. Bo'ldi, hamma tepaga chiq deydi. Bo'ldi, hammasi tepaga chiqib ketadi. Uyi ham shu yerda-da. Vashya 8 ta bola va 3 ta bola bilan miyamiz achib qoladi. Bu qiz 8 ta bola bilan shuncha katta ishni qilyapti. Shuning uchun ayollar agar bahona qilishsa, qila olmayman, bolam bor deyishsa, har gal shu misolni eslashlari kerak. Buxoro shahrida Sabina degan qiz bor. 35 yoshda 8 ta farzandi bilan 7 ta tilni bilib, butun boshli o'sha gilam biznesini, gilam ishlab chiqarish biznesini yo'lga qo'ygan va o'sha narsani boshqarayotgan ayol bor. Tak что bahona qilmanglar.